Odamlar noshukur bo'ladi. Dangasa bo'ladi uni. Yosh qizchalar tirikchilik qilyapti, tirikchilik. Oyoq kiyim sotyapti. Bu oyoq kiyim qancha? Ikkitasi 10 mingmi? Nimaga sotyapsan? Uchi? Ha. Hammasi ikkitasi 10 ming. Ha, ikkita poy bor-ku, shu 10 ming. Kim aytdi sot deb? Yo'q. Ayam mana shu qolib chiqdi. Pul kerak. Yo'q, soat ana u biznes. Biznes? O, biznesmen bo'lasizlarmi? O'rtog'im? Biznesmen, biznesda shundan boshlanadimi? Malades. Gap yo'q, harakatlaring bor. Lekin hech kim olmayapti-da. Olmayapti-da. Boya bitta ayol olmoqchi edi, ketib qoldi. Yo'q. Ha, yaxshi. Ikkitasi 10 ming dedingmi? 10 ming, 20 ming, 30 ming, 35 ming ekan. Qizchalar mana oyoq kiyim sotyapti. Gap yo'q. Hozir bular reaksiyasini ko'ramiz. Biznesmen qizchalar reaksiyasini ko'ramiz. Men olaman, ikkita olaman. Sotasiz berasanmi? 20 ming bo'ldi. Ikkitasimi? 10 mingga qaysini berasan? Mana shu agar xohlasangiz mana shunaqa ikkita olsangiz 10 mingga beraman. Mana. Rahmat. Ber, qaysini? Kechirasiz. Beraver, qaysi bo'lsa beraver. O'zingga mana buni xohlaganing beraver. Ber, ha. Yana biznesmen bo'lib ketdilar, katta biznesmenlar, maylimi? Bu savdolarning barakasini bersin. Kuchayib ketdilar. Mana patika oldi. Bilmayman lekin. Shunga qo'yib qo'yamiz. Yana o'zlariga ishlatib sotaveramiz. Mana shunga qo'yib qo'yamiz. Mashinamiz buzilib qolgan. Kamazimiz buzilib qolgan. Biznesmen bo'lish kerak, biznesmen. Bola boshidan ma'lum dedi-ku. Gap yo'q lekin.